Siz vaqtning nimaligini astoydil o'ylab boqqanmi? Anglamoqqa bu savol nurg'un kishilarni qiyin ahvolga tushirib qo'ydigandek bilinadi. Agar vaqtni eng oddiy, eng tushunishli usul bilan tushuntirsak, u dal sizning kun sari oqirayotgan chechingiz, siz ko'rayotgan kun chiqish, kun petish, baldur chiqib kesh qaytish jarayonini boshdan kechirish. İnsanlar bargan sari yengilish orqali vaqtni kashf qilgan. Yoz, kuz, qish kunlarining aniqlamasi orqali yil, oy, kunni bekitgan. Vaqt bilan sur'atni sekundga 10 metr qilib baqsaq, soatlik sur'ati 100 kilometr bo'ladi. Lekin sur'at faqat matematikadagi tasavvurdan iborat bo'lib, aniqlama berilgan vaqtga nisbatan hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Vaqtning har minut, har sekundida to'xtamay o'zgarish bo'ladi. Bu planetning aylanishiga ergishib, vaqtmi uçqandek o'tib ketadi. İnsanlarning necha 100 ming yillik taraqqiyot jarayonida 67 yoshlik o'ttirchi yosh nisbati burungi tosh qurollar davridagi insonlarning yoshidan 20 yil uzargan. Ammo bu cheklik yosh, hatto insonlarning butkul tarixi, yer shari va olamning soyasidagi bir daqiqaga teng bo'la olmaydi. Undaqda bu tilga ilishga arzimaydigan yillar qandoq qilib insonlarni o'yga solgan? Vaqt zodi nima? Termodinamikaning 2-qonuniga asoslanganda entropiyaning tartibi boshdan oxir ko'paymoqda. Olam radlik bir g'alati nuqtadan portlab, nisbiy tartibli bo'lgan har xil elementlarni shakllantirgan. Elementlar cheksiz yillar davomida so'qilish reaksiyalaridan keyin oxir bu tartibsiz ham noma'lum o'zgarishchan dunyoga ega bo'lgan. Eng dastlabki hosil bo'lgani tartiblik, eng oxirda hosil bo'lgani tartibsiz. Davr bilan takrorlanib turadigan hayotlik aylanishida tabiiy holda uzluksiz qayta shakllanish bo'ladi. Eng oxirida hayotlik g'alaba qilamdi yoki tabiat g'alaba qilamdi, buni hech kim bilmaydi. Undaqda vaqt to'xtamdi yoki vaqtning oxirgi nuqtasi bormi? Biz bu olamning a'zosi, shundaqla bu olamning shohidi. Biz quyoshning sharqdan ko'tarilib g'arbga qotadiganligiga shohid bo'la olamiz. Yillarning bahor, yoz, kuz, qishdan iborat ekanligiga shohid bo'la olamiz. Haftadan boshlanadigan harakat qonuniyati orqali vaqtni asli tutib, uni his qilamiz. Soat insonlar uchun zarur bo'lgan narsa. Vaqt ya'ni insonlarga nisbatan qo'rqinchli hisoblanadi. Sekund istilkisi har bir midirlasa, bir sekund o'tib ketadi. Bu xuddi ma'lum bir kunni ta'tir sanayotgandek bilinadi. Sahar quyosh nuri deriz tekisidan ko'tarilganda asta ko'zimizni ochamiz. Bu biz uchun yangi bir kunning boshlanganligidan darak berdi. Mana bularning hammasi bizni vaqtga moslashtirdi. Bizmo vaqtdan foydalanishni o'rgandik. Lekin biz yanada vaqtning haqiqiy mohiyatining nima ekanligini bilmaymiz. Agar vaqt haqiqatan insonlar uchun alohidlikka ega bo'lsa, undaqda u hamon bir kuni to'xtaydi. Olamda har vaqt ajoyib g'aroyib ishlar yuz berishi mumkin. Balkim vaqtmi eng dastlabki boshlanishga qaytishi mumkin. Masalan, bu videoning oxirlashi qayta boshlanishiga o'xshash. Undaqda vaqt zodi nima?